Assalomu alaykum hammaga. Bizga yengillikda kelish davom etyapti. Ko'ringlar, premium kачествоga ega bo'lgan Android monitor bilan jihozlangan 2301 modelimizdan kelgan. Bo'yi 90 sm, eniga qiruvchi bo'ladi. Ikkita kolonkasi rezinali 100%. Svet muzkalari ham LED bo'lib juda chiroyli chiqibdi. Komplektida ikkita mikrofoni bo'ladi. Chastotadan ko'rsatib turadigan. Endi karaoke uchun televizor kerak emas. O'zidan bemalol YouTubedan boshqarib, xohlagan klip deysizlarmi, kino deysizlarmi, karaoke muzikalar bemalol qo'ysanglar bo'ladi mana. Wi-Fi bo'lsa bo'ldi, Wi-Fi ga ulab olasizlar. Bluetoothga ham telefonga ham ulasanglar bo'ladi. Katta kichkina fleshkalar ham ketadi. Bas, stereo, echo hammasini regulировка qilsanglar bo'ladi. Mana mikrofonni ham, basini, stereosini hammasini alohida regulировка qiladigan joylari bor. O'chirib yoqadigan orqasida bo'ladi. Bu ekranni yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana mikrofonni olib yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ishlataverasizlar bemalol. Endi 2026-yilga mana shunaqa ekranlar juda chiroyli bo'lib chiqib kelyapti. Zakaz beraverasizlar. Optimga ham, donaga ham like bosib yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Komplektda mana pulti zaratchik kabellari bo'ladi. Buni narxini 2,8 million so'm qilib beramiz obunachilar uchun. Zakaz beraverasizlar.